Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlarga bir narsani yetkazib qo'ymoqchiman. Demak, advokat va o'z faoliyatini nimadan boshlaydi? Advokat litsenziya olganidan keyin advokatlik maqomiga erishish uchun birinchi navbatda demak qasamyod qabul qilish kerak. Demak, O'zbekiston Respublikasida qonunda belgilab qo'yilgan qasamyod. Mazkur qasamyodni hozir men sizga o'qib beraman. Demak, advokat qasamyodi. Men o'z kasbiy burchimni halol va vijdonan bajarishga, inson huquqlari va erkinliklarini hamisha himoya qilishga, advokatlik sirini saqlashga, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga tantanali qasamyod qilaman. Shu qasamyodni qabul qilgandan keyin va qasamyod qabul qilganligi to'g'risida tegishli hujjat imzolangandan keyin advokat demak advokatlik maqomiga erishadi. Bu nimani bildiradi? Bu advokat litsenziya olgandan keyin o'z faoliyatini vijdonan va shu qasamyodga asosan bajarishi kerak bo'ladi. Bu menimcha advokat faoliyatini qanaqadir ishonch nuqtai nazaridan ancha yuksaklikka olib chiqadi degan umiddaman. Do'stlaringizga ulashib qo'ying. Agar yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Bu sizga shunchaki ma'lumot sifatida yetkazib qo'ymoqchi edim.